Tadbirkorlik deymiz-u, aslida ularda ham o'ziga yarasha ijobiy va salbiy masalalar bor. Deylik, mahsulot sifati, soliq to'lovchi, eksport, import. Xullas, shu ma'noda ish yuritishda kimdandir maslahat olishga to'g'ri keladi. Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi ham bu borada tadbirkorlarning eng yaqin hamkoriga aylanib, muammolarni ijobiy hal etishga erishib kelmoqda. Tadbirkorlikni jadal rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish, muammolarni joyida aniqlab, bartaraf etish, eng asosiysi ularning fikr va takliflarini eshitish muhim. Shu maqsadda joylarda ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Yozyovon tumanida tashkil etildi. Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan kichik va o'rta biznes vakillari bilan o'tkazilgan bu suhbatda iqtisodiy islohotlar, soliq siyosatidagi yangiliklar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga oid imtiyozlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Mazkur uchrashuvda qo'shilgan qiymat solig'i hisobotlarini taqdim etishdagi muammolar, qo'shilgan qiymat solig'ini uchun maxsus guvohnoma berish tartibi hamda o'sha soliq imtiyozidan foydalanish bo'yicha tartiblar bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Tadbirkorlarimiz o'sha har safar aytganimizdek vaqt masalasi bo'lganligi uchun ular joyiga kelgan holda masalalarini birma-bir eshitib joyida hal qilishga erishilyapti. Muloqot davomida yer va mol-mulk soliqlari, soliq imtiyozlari, hisobotlarni taqdim etish, ortiqcha to'lovlarni qaytarish kabi masalalar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelib savdosi bilan shug'ullanaman. O'sha qo'shilgan qiymat solig'iga guvohnoma bo'yicha masala bo'lyapti edi. Shu bo'yicha sayyor qabulga yozildik, keldik. Mana Xudo xolasa bugunning o'zida hal qilib berishdi. Rahmat, shunchalik bizni tadbirkorlarni prezidentimiz qo'llab-quvvatlayotganiga xursandmiz. Mana biz soliqqa va soliq kelib bizga mana kelib shunaqa guvohnomalarni olishga amaliy yordam berishyapti. Murojaatlarning aksariyati joyida hal etildi. Yechimi vaqt talab qiladigan ayrim holatlar mas'ullarga biriktirilib, ijrosi nazoratga olindi. Shuningdek, bu kabi uchrashuvlar reja grafik asosida viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida davom etmoqda.